onasini Emson. Opa. Qadrli do'stlar, ustozim Elmon Taqnazarov yaqinda jang qildi, ko'rdinglar. Shundan keyin men jangga chiqmoqchiman. Shuning uchun men hozir o'zimizda Farg'ona viloyati Quva tumanida 40 metrlik yo'lida joylashgan Qalqon sportda sport anjomlar sotiladi. Mana shunda hozir narxlarni bilgani Islombekni oldiga keldim. Mana hozir kechimsiz. Rahmat. Sportga qiziqish kuchli. Baribir umuman xalqimizda ham bora-bora ko'payib boryapti. Mana shu mahsulotlarni, mana trenajyorlarni bir ma'lumotini bering, narxini ayting, shularni tars odamlarga yetkazaylik endi. Buni 30 xildan oshiq упражненияsi bo'ladi. Bemalol O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni qilib beryapmiz. Buni ko'pchilik so'raydi, borganda teriladimi yo shunday nima qilinadimi, biror joyga qotiriladimi deydi. Bu borganda shunday terib qo'yilsa bo'ldi. Va bu turnigining o'ziga 500 kilogacha garantiya beramiz. Mana bu holatda mana bemalol 500 kilo ko'taradi bu. Avvalchilar shunday 250 kilodansizlar hozir. Shunday. Yo'qda. 100 kilo toshi bilan qilib beryapmiz. Bu yonini 80 kilo bo'lyapti. Bu yoqda misol mana qanotga, qo'lni orqasiga ishlasa bo'ladi. Aha. Pastdan tortib endi qo'lni oldiga ishlasangiz bo'ladi. Tushunarli. Bu yoqda yotib jim ko'tarsangiz bo'ladi mana. Jim stolini o'zi ham mana bu holatda mana bemalol hozir qayrilmayapti, kraskasi qatib qolibdi-da. Mana. Bu holatda preska qilib ishlasanglar ham bo'laveradi. Bu yoqda mana oyoqqa ishlatiladi. Universal ekanda. Universal. Bu yoqda zerikib qolganda, misol farzandinglar bilan basketbol o'ynab, shunaqa. Mushogi ham bor-a? Mushogi ham bor, zerikib. Xo'p, mashq turishini nech pul? Mashq turishini biz 9 million 200 ming qilib beryapmiz. 9 million 200 ming? Ha. Yaxshi. Nima deysizlar sizlar? Nima deysizlar? 9 million 200 ming so'mga yaxshimi? Kommentda fikrlarni kutamiz. Yaxshi. Bunda arzonroq variantlari deydigan bo'lsa, prosta bunisi qimmat bundan. Sababi buni toshlari zavodskiy bo'ladi. Endi o'zimizni bagati akalarimiz uchun. Ha, tosh original tosh-di. Ha, Xitoydan kelgan o'xshaydigan, ha. Shunaqa. Bu tomoni lazerli bo'ladi. Tepasi bo'ladi. Mana. Qani? Mana bu holatda mana tepaga naryoqda yo'qda unaqasi. O'shanisi yo'qligi hisobiga narx shunaqa o'zgaradi. 600 ming, 700 ming qimmat ekan. Shunaqa. Hop, bulardan budjetnirog'i-chi? Budjetnirog'i. Budjetni esa hozir eng ko'p sotilayotgan modelimiz mana shu bo'lyapti. Hop, 6 million 400 ming so'mga любой joyga dastavkasi bilan qilib beryapmiz. O'zbekistonning любой joyiga 6 million 400 ming so'mga yetib boradi. Shunaqa. Buni ham xuddi shunaqa mana biceps tricepsga ishlasangiz bo'ladi. Buni ham mana baland past qilib ishlatsangiz bo'ladi. Faqat buni nima tomoni, u krossoverga o'xshagan mana to'rtburchak toshli bo'lmaydi. Faqat mana shtangani toshini yoniga suqasiz bo'ldi mana. Qancha og'irlik kerak bo'lsa mana yoniga suqib tepadan pastdan xohlagan joydan tortib ishlasa bo'ladi. Atak qolgan joyda farqi yo'q. Tushunarli. Qolgan profillarni qalinligi, nimalari hamma yo'g'i o'sha holatda ketaveradi. Tushunarli. Bunisi ham shu modelimiz. Bu ham shu T7 prosta stuli yo'q. Ko'pchilik so'raydi. Bunisi T6 modelimiz. Hop. Buni mashq holatini 4 million 300 ming so'mga qilib beryapmiz. Monosodan tashqari. Bu bilan 4,5 ga chiqyapti. Bu bilan 4,5 million so'm bo'lib qoladi. Buni stuli, buni narigilardan farqi, buni 4,5 millionligini farqi, bu stuli boshqacha bo'ladi. Keyin bu biceps tricepsga ishlaydigan uni narigilari. Hop. Biz buni qo'lda oldiga ishlaydigan tomoni, prosta yosh bolachalar o'ynay urishgan, nima bo'ladi. Hop. Bu yoqda ko'rganingizdek, bu begovoy daroshkamiz. Bu narsa ham o'zi harakat qiladimi, odam o'zi yurib? Shunday, misol xolasingiz chiqib ko'ring. Qani? Mana ekchekadan sekin shoshilmay. Hop. Hop. Ash oldiga yurganingizda bemalol o'zi harakatlanaveradi. O'zingiz yuraverasiz ekanda buni. Shunaqa. Xolasingiz yugurib, buni o narigi tomonda ekran tablolisini ham qo'yib chiqaryapmiz. O'zingiz harakatga keltirasiz ekanda buni. Shunday. Nech pul bu? Mashq holatini 4,5 million so'm qilib beryapmiz. Agar tabloli bo'ladigan bo'lsa, to'rtburchak tablosi bo'ladi. Uni 5 million 300 ming qilib beryapmiz. Aka yurayotgan tabloliga. Narigi tarafda tablolini olib qo'ying. O'sha 5 million 300 ming. Shunaqa. Bu yoqda qoringa ishlasa bo'ladi, G'ayrat aka. Mana sal tekisrog'i. Mana qorindagi yog'larni yo'q qilmoqchi bo'lsa, mana bu holatda ishlasa bo'ladi. Yo'q, qani? Tishlab ko'raychi meni. Men ham shu qorindagi yog'larni yo'qotmoqchi edim. Buni narxini 1 million 300 ming so'm qilib beryapmiz, G'ayrat aka. O stretchlari borligi uchun sharaq ovozi bor-da. Voy. Qancham yo'q qoldi hozir ham. Hop. Ya'giz, ajoyib narsalar chiqarib yuboribsizlar. Bunisi-chi? Bunisi Xitoydan olib kelyapmiz. Endi yaqin kunlarda Xudo xolasa o'zimiz yangilik qilamiz. Buni ishlab chiqaramiz. Buni 2 million 200 mingga qilib beryapmiz. 2 million 200 ming. Buni nech pul dedingiz? Uni 1 million 300 ming qilib beryapmiz. Qorinda yo'qlar yo'qotadigan. Ha, 1 million 300, 2 million 200. Buni 1,5 million qilib beryapmiz. Buni hali girijasi bor akalarimizga. Buni ham Xitoydan olib keldik, o'zimiz qilish maqsadida. Bu qanday foydalanadi girijasi borlar? Misol, mana bu
ustosh rasvo bo'ladi-yu, lekin mayli endi uyda. Yo'q, prosta manaqa deb aytsangiz bo'ldi, joy ko'rsatib bermay. Mana bu holatda belni mana oldiga ham deb. Ha, bo'ldi, tushundim. Ha, bo'ldi, tushundim. Bu yoqda grija trajyorimiz. Buni 1 million 600 ming qilib beryapmiz. Hop. Buni ko'pchilik biladi, Instagramda nima qilingan. Bu standartlarni bitta ayting endi mana bu tomondan ko'rsating, mos tomonga qaratib, bu yoqdan ko'rsating. Mana shu standartlarni ayting bular. Mana standart, turnik, brus, bu yoqda anjimani yemdek turib, preska ishlasa bo'ladi qoringa. Ha. Bunda mendan shundan bor uyda. xullas, mana shu modelimizni o'zini 1 million 600 ming qilib beryapmiz. Oyog'i kaltalisi bor, oyog'ini misol devori, misol uchun domda joy ko'p egallaydi deydiganlarga mono tomoni bo'lmaydi. Buni devoriga tirab qo'yaverasiz, ishlataverasiz. Atak bu ham bemalol o'sha 500 kilogacha ko'taradi. Ha, shunga basketbolni shit qo'shilib bo'lganichi? Basketbol qo'shilsa, taxtalisi qo'shilsa 600 ming. Agar monodaqa mana shishalisi qo'shiladigan bo'lsa, bunisi 800 ming qo'shiladi. Ha, 600 mingga 800 ming qo'shiladi. Ha, tushunarli. Bu yoqda tennisli stolimiz bilan tennisli stol ko'rsatingchi qani? gantellarimiz bor. Hop, tennisli stollar necha puldan sotyapsizlar endi? Buni 1 million 300 ming qilib beryapmiz. Dastavkasi kelishilgan holda. Dastavkasi kelishilgan holda 1 million 300 ming. Buni ham mana uni ham 1 million 300 ming qilib beryapmiz. Bunda misol bitsepsga ishlasa bo'ladi mana bu holat. Mana qo'lni oldiga. Ha, tushunarli. Keyin shtanganimda qo'yib olib o'tirib, qo'lni yelkani orqa qismiga qo'yib ishlasa bo'ladi. Bu yoqda jim. Bu xullas o'sha professional sportchilarimizga ham talabga javob beradigan jim stolimiz. Gradusga qo'yib ishlasa bo'ladi, xohlagan gradusga. Bunga ham garantiya beramiz. 500 kilogacha ko'taradi. Buni narxini 1 million 600 ming qilib beryapmiz. Hozir eng ko'p sotilayotgani mana bu. Hozirgi kunda. Bu ham o'sha haligi narigi T7 bilan bu crossover trenajyorimiz. Buni sababi misol yoshi kattalar troka qiladi, bilsangiz buni mana gurtka. Mana bu holatda. Keyin mana shuni o'zida gurtka mana bu holatda. Ha. Keyin buni ham lazerli bo'ladi. Bu ham xohlasangiz mana pastga, tepaga, xohlagan joyingizga qo'yib ishlasa bo'ladi. Buni komplektida ham buni 8,5 million qilib beryapmiz. Komplektida mana bulari bo'ladi mana. Buni misol uchun tepasiga qo'yib qanotga, bu yoqda turnikka ishlasa bo'ladi. 2 xil, 3 xil qilib. 80 kilo toshi bilan ham qilib beraveramiz. 80 kilo toshi bilan 8,5 million. Agar 50 kilo toshi bilan bo'ladigan bo'lsa, 7,5 millionga chiqyapti. Ha, tushunarli. Talabga qarab qilib beraveramiz buni ham. Ha, shu. Gantellar bor. Ichkarida gantelni gapirsak bo'ldi. Ketdik. Xo'p, gantellarni uncha ko'p bu gantellar. Qani tanishtiring endi bularni. Nima ayting bularni? Kilosi 16 ming so'mdan. 2 kilodan 50 kilogacha qilib beraveramiz. To'g'ri. 15 dan ham qilib beraveramiz sizni hurmatli kelganlarga. Kilosini 15 dan qilib beramiz. 15 mingdan. Hammasi bir xilmi? Hammasi rezvali bo'ladi, bu yechiladi hammasi. Mana buni monosini o'zi rezvali bo'ladi, bunisini olib turib yana bunisini qotirib qo'ysa bo'ldi. Ha, ha. Rezvali. Bu yoqda bilin toshlarimiz bo'ladi, shtangaga tushadigan. Bular kilosi 18 dan, mana buni saka diskali, masalan, mashinalarda diskasiga o'xshagan saka diskali 18 dan, keyin oddiysi bor edi mana. Oddiysi? Oddiysini qayerga qo'yaman? Narigi tarafda ekan. Mana. Buni 16 dan qilib beryapmiz kilosi. 16. Oddiysi bilin toshlarimiz. O'sha shtanga turnik bruslarimizga tushadigan bilin toshlarimiz, gantellarimiz qo'shimcha qo'shishadi. U yoqda keyin o'shani yotib ko'taradigan griflarimiz. Ha, video olyapti. Bo'ldi? Shunaqa. Tushunarli bo'ldi. Bo'lmasam, qadrli do'stlar, telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Manzil yana bir marta aytaman, Quvada, 40 metrlik yo'lida hamma ma'lumotni qo'ldan kelgancha berishga harakat qildik. Agar chala ma'lumotlar yana sizlarda yoqtirgan narsalar videoda ko'rinmagan bo'lsa, telefon qilib mana shunaqa narsalar bormi deb so'raverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor ekan. Qoldiramiz, aloqaga chiqaverasiz. Telegramda yozishsa, o'sha vibrlarni tashlab beraveramiz. Yana qaysi modellar kerak bo'lsa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha qilib berishga harakat qilamiz. Davrdor, aloqaga chiqaverasizlar.